Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı yerlerdeki qeyrindaşlarım, hammalarınki muşu vakti ve bununki vakti xeyirlik olsun. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlerge Allah'ınki cennet salam boğan Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamni bergandan keyin tedbiriya isin derslerimizninki Şerh bilen Garip aralıqada İslam degan kitaptan 19. dersimizde birlikte günümüz qadirli qeyrindaşlar hazır saat 1'den 5 üteptu İstanbul'da. Ben bunu mındaq qoyma qadirli qeyrindaşlar. Biz dersimizni ügünüverimiz. Eğer belki bu kitapni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Şerh bilen Garip aralıqada İslam Ali İzzet Begovich'tinki kitabı qadirli qeyrindaşlar Uyghur tercüme merkezi tarifidan tercüme qildirilib neşr qilingan kitap canım dostlar. Biz bu kitapninki 6. bab drama ve utopiya deganni birlikte öğrendik. Öğreniyatimiz bugün en ahırkı, şu babdan en ahırkı ders. Kişilik karakter ve ictimai şahs. Ondaki utopiya ve aile degan mezmununu öğrendiğimiz utopiya degan 10. kitap kaptı. Peşe kaptı qadirli qeyrindaşlar. Anda olsa de qoluqonlar tedbiriya isin derslerinde bolsun qadirli qeyrindaşlar. Birlikte kitabını oquymalı. Kişilik karakter ve ictimai şahs. Hristiyanlıqның tarixi ifadesi süpütüde meydana kelgen tragediyası iki hakikatte öz ifadesini tapıdı. Bular Engizisyon, yani Çirkav Sot Mahkemesi ve Avrupa'da tunca utopiyanın Hristiyan menbelik buluştan ibaret. Rahip Tommaso Campanella'nın Quyosh Devleti degan kitabını elinip diken bu gep. Rahip Campanella'nın Quyosh Devleti Hristiyanlığa tamamen zıttır. Çünkü Tanrı ve ruhlar aleminin ornuğa dünyavi hakimiyetini közü tutup insanlardan emas, cemiyetten iğaz açıdı. Quyosh Devleti Hristiyanlığının əslideki gayesinin vazgeçiş digerlik buludu ve Avrupa'da ve dünyada ictimai iktisadi nezriyeyle devrenen başlangıcı hesaplandı. Dinin yani religion biz burunla dedik bu kitapta din degan gap İslam dinini kösetmeydi o. Yani religion deganni köstüdü. Logat qarab baxsanlık buludu. Dinin gayesi taşqi dünyani tertipki seliş emas. Din işıq ve mesuliyettir. Rahat parağat ve xatircem yaşaş şeklime emas. Hazreti İsa ictimai islahatçı texma emas. Fransiya inqilabı ve ilmi teraqqiyatlamı Ernest Renan'ın Çin dilinden işinip yazganlarının eksçe Hristiyanlıqның söygü ve tinçlik gayelerinin hükümranlık üçün yol körsetkici bulalmaydı. Hazreti İsa insan ruhunun təqdiri ve nicatlıqı köngül biletdi. Utopiya bolsa ebedi birdeklik ve tinçlik hüküm sürdüğün gaybi cemiyetke münasibetlik sap xiyaldan ibaret. İnsanların azap ukubetlerinin tarihi boğan din bilen utopiyalarının saxta muvaffaqiyetleri arasında ortak bir neresi yok. Biri Tanrı ve ruhlar alemini, yeni biri dünyavi hakimiyetini közü tutulu. Yani mahiyet cihetten birbirinin tamamen farklı iki tüzümdür. Drama ictimai bexatarlik hükümlerini itiraf kılmaydı. Xuddi utopiyanın insan şerifi degan hükümünü itiraf kılmağına okşaş. Şunlaşqa Markes eksploatasiya kılınğıçılardan Dostoyevski bolsa boyun egdirilgen ve kemsitilgenlerden gep kılıdı. İctimai utopiya insanların azap ukubetleri ve izilgen haleti tamamen ahırılışıdığın münasibetlerini bayan kılıdı. Tabi kanuniyet bolsa horlanganlar bilen kemsitilgenler bolmaydığın münasibetlerini tasvirleydi. Campanella gaybi cemiyet tasavvuru üçün şüphesiz yakın yoruqlarına boğan Hristiyan söygüsüden ilham algan idi. Tolum ki bu biçar rahip
G'oyibi davlatida ne yaqin qo'shnilar yo'qligini, ne do'stlari yo'qligini to'nib yetolmagan. Bular ishlab chiqarish, iste'mol va ish taqsimoti munosabatlarida yo'qolib ketgan edi. Onun yaqin yo'ruqlari ne söymaydi, ne o'ch olmaydi, ne yaxshi emas, ne rezil emas. Ruhsiz ve namsiz, lekin kusursiz şəxslərdir. Quyosh davlati sxemasida cemiyet a'zosining muayyan o'rni bor bo'lib, tug'ilgandan o'lguncha vazifasini kam kutusiz urullaydi. Bu noktadan qaraganimizda utopiya haqiqatning faqat birli tarafining tasviri sifatida o'ttirib chiqadi. Xuddi dramaning yana bir tarafining hikoyasi bo'lganiga o'xshash. Dunyoga munosabat bu ikkinchi qarashning, ya'ni dunyoga drama sifatida qarashning tasviri uchun Shakespeare yoki Dostoyevskiyni misol sifatida ko'rsatamiz. Dostoyevskiyning romanlarida inson ruhi nihoyat atrofli gavdalanadi. Ishki masala, ya'ni ruhning ishida bo'lib o'tganlar shunchalik cho'ngki, ularning oldida tashqi dunyo boyligi va nomrodligi bilan, davlatlar va sud mahkamaları bilan, muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklari bilan bizga nisbatan soxta va qimmatsiz ko'rinadi. Drama va utopiya tasvirlagan dunyo hollarida hech qanday o'xshashlik yo'q. Drama va utopiya bir-biriga tamoman zid qutblarda turadi. Sifat va son, inson va jamiyat, erkinlik ve zürriyet arasındaki farkka o'xshash. Utopiyada dunyoni ko'ralaysiz, inson bo'lsa faqat kichik bir nuqta bo'lib planni, sxemini ko'rishingizga yordam qiladi. Dramada inson ulug'ligi bilan butkul dunyoni arzimas narsaga aylantirib qo'ydi. Bundaq bo'lganda dunyo faqat ko'rinish, manzara va xiyol bo'lib qoladi. Bu gap nereden gapdir desa, ziminni ve insanni kainatning merkezi sifatida qabul qiladigan astronomiyani bütün dillar qabul qilgan. Chirkovning Kopernikka qarshi chiqishimi bu sababdan bo'lgan. İnsanning aql bilan to'liq qurollangan hayvon ekanligi qanchalik haqiqat bo'lsa, utopiyami shunchalik haqiqatdir. Utopiya aslida bu dunyodan bo'lgan shu ikki narsaning mahsuli bo'lib, insonning ehtiyojlari va aqli yoki insonning ehtiyojlarini, bular har vaqt tabiiy ehtiyojdir, aql egisi bo'lish sifati bilan ta'minlash orzusidir. Ehtiyojlari sababidan inson jamiyatda yashashga majbur. Biroq aql egisi bo'lish sifatida eng yaxshi tashkilotlangan, ya'ni insonlarning biri-biri bilan jidallari bo'lmagan bir jamiyatga mayil bo'ladi. G'oyibiy jamiyatning asosiy prinsipi erkinlik va shaxsiyatchilik bo'lmasdan tuzum va birdaklikdir. Bu izohatlarimiz utopiya va insonning manbasiga munosabatlik tadrijiy taraqqiyot nazariyalar asosida bevosita munosabatning yo'qligini ko'rsatdi. Bu izohatlarimiz utopiya ve insanın mənbəsiz münasibətlik tədrici tərəqqiyat nəzəriyyələri arasında bevasitə münasibətinin yoxluğunu görüstüdü. Bu haqiqətki məşhur təbiyyətşünas Rudolf Virchow işarət qılğan idi. Darwin məlum mənini aytqanda sosialist hərəkətlərə yol açıb bergan idi. Sosialist sınaqlarga muvaffaq yoki bir utopiyaning yaxshi fuqarosi bo'lish uchun insonning Darwinga muvofiq shaklda yaratilgan bo'lishi lozim. Haqiqiy inson favqulodda shaxsiyatchi va isloh qabul qilmaydigan romantik bir maxluq bo'lganlik uchun utopiyaning funksiyasiga mos kelmaydi yoki jamiyatning ko'ngildagidek a'zosi bo'lolmaydi. Shunlashqa insonga xos har narsaning, bo'libmi shaxslik va erkinlikning bir taraf qilinishi utopiya uchun asosli shart sifatida o'tirg'i chiqadi. Bu sababdan utopiya e'tiqod qilguvchilarning emas, ateistlarning e'tiqodidir. Agar inson mukammal inson bo'lmasdan shaxsiyat bo'lsa, bundaq bir e'tiqod ham xiyoldan iborat. Xolos. Shuni deyalaymiz-ki, g'oyibiy jamiyat tunji yaratilishdan va insonning inson bo'lishidan beri imkonsiz bo'lib keldi. Bu noktadan qaraganimizda inson her daim to'qinish, xotirjamsizlik, azob-uqubat va drama qatorliqlarga duch keladi. Bu yerdan muayyan vaqtgacha bir-biringlarga dushman sifatida ketisizlar. Qur'oni Karim 2-sura Baqaraning 36-oyatida
Moşunu köstü depdim. Gaybi cemiyette insan her daim tokunuş, hatırlayacağımız azabukat ve direnme qatarqa duş keladi. Gaybi cemiyet kişilik karakterinden bütünley mehrum nesillerinin bir xil ritimde ebedi birbirini takip qilish deganlik bo'ladi. Bular ta ki rezil ebedi dunyoga köpüydü, işlep çıkırdı, istemal qiladi ve ölüdü. Yaratılış haqiqati ve Allah'ın insanın mevcutluğunu kontrol qilishi mazkur mexanizmni bütünley köpükке aylandırıldı. Şoňa bütkül utopiýalaryň Allah'a ve dinge qattyk qarşı çykyşdy bu sebepden bolgan. Cemiyetning mükemmel şekilde tertipki silenişi ve kahinlarning cemiyetini ve menfaatlerini en ali kanun süpütüde ilan kılışının aksiçe Allah en ali kanunun insan boluşunu talep kılıdı. Dünyanın imtihan yeri bulalışı, insanın en yüksek baylık süpütüde kabiliyetini cari kıldıralışı üçün onunla erkillik verildi. Bu ahvalda utopiyanın mümkün bulduğanlığı işiniş insan ruhunun inkarı asasıga tayangan bir gubar ümitvarlık digelliktir. Navada insan ruhunun şahsiyetinin mevcutluğuna işenmeydiğin kişi insanı teskin kılış ve cezalandırış mekanizmasının bir kısmını kubul kılalaydıgan bir cemiyet azas kılışının mümkün ikenligiga işinişi mümkün. Yani bu izahatı bir hutalık itikadını baştan keçirmegen cemiyetlerinin utopiyaga asarla işinip ketadiganligi emelet ispatlandı. İtaat, bir xil ritim, monopoliya, rehberge çokunuş ve mecburi talim terbiyenin teniş qatarlıklar moşundaq cemiyetlerde asarla emelge aşıdı. Aksiçi bolganda insan ruhunun mevcutluğu işiniş, itaatsizlik, şübehe, korkuş, isyan deryasının halkıp ötkülü bolmaydıganlıqıga, insanның ıslah kubul kılmaydıgan məxluq ikenligiga, insanның bir xil ritim, boyun egiş, teskin ve bununla oxşaş ehvallaga lebbey demeydiganlıqıga, huzur ve rahat paragatga erişkendimi, küllerinin biride bulardan vaz keçip erkinlikni, kişilik hak hukuklarını talep kılıdığanlıqıga işiniş degelliktir. Çünkü insan hayvan buluşunu qat'i red kılıdığan məxluqtur. Bu yerde ateizm bilen cemiyetinin mükemmel halde teşkilatlandırılışıga münasebetlik bütkül düşünceli oturusuna bir vasıta bağlanış var. Muşundaq bir cemiyetinin emelge aşıdığanlığı işinişinin aldığın şerti del ateizmdir. Hem de utopiya ve aile toğruluk ügünümüz qadirli qerindaşlar. Okuvatkan kitibimiz Tedbiriye Dersleri 19. Şerh bilen Garip Aralıkıda İslam Ali İzzet Begoviç Ustaz'ın kitabı 6. babının en ahırkı mevzusu utopiya ve aile. Aile bazı kadimi asası kanunlarda fakat kanunlarda kayıt kılınığının aksice aile bazı kadimi asası kanunlarda kayıt kılınığının aksice cemiyetin asaslık hüceyrisi emas. Bunun nereden yaptı bu? Sovyet İttifakı'nın yeni asas kanunu 1977 yılda bu işleydiğen kollektiftir depti. Aile bilen cemiyet birbiriga tamamen zıt hukumlardır. Aile azalarını birbiriga bağlaydigan narsa hisdaşlık yoki hissiyattır. Cemiyette bolsa menfaat yoki aql ve yoki ikkisi birlikte bir münasebet şekillendirildi. Cemiyetning taraqqiyotidagi her bir qadam o'xshash şekilde ailenin yimirilishidan ibaret bo'ladi. Ahirgacha, yani utopiyagacha tatbiq qilingan ijtimoiy prinsip aileni qat'iy e'tirof qilmaydi. Ichki dunyo, romantik arzular, shaxsiy munosabat ve munosabatlar ubusi bo'lgan aile utopiyaning butkul tasavvurlari bilan ixtilof ichida bo'ladi. Bu haqiqatni İngiliz o'ziga xos uslubda ve başqacha maqsadlarni ko'z tutib e'tirof qiladi. Tarixda ailenin taraqqiyoti dastlabki zamonlarda butkul qabilani o'z ichiga oladigan ve ichida her ikki jinsiyat orasida er-xotinlik munosabati bo'lgan doiraning paydin-pay tarixidan iboratdir.
Dastlabda yaqin urug' tuqqanlarning, arqadan uzoq urug' tuqqanlarning, oxirida qudubacılık munosabatlari bo'lgan kishilarning mo doiradan chiqib ketishi bilan kollektiv er-xotinlikning har qandiqini imkonsiz qiladi. Eng oxirida dastlab asalli bir-biriga bog'langan ayol molekula sifatida qoladi va uning parchalanishi bilan er-xotinchilikmi tamoman yo'qaydi. Buni kim debdi bu gapni? Feyerbax İngiliz, ailenin asasları, New York, 1942 yılı, 41. bet. Utopiyada bala tug'ishmi hissiyatdan tamamen ayrılgan boladı. Bala tug'ish funksiya yoki ishlab chiqarish shakli sifatida qaraladi. Platon Davlat nomli kitobida mundaq deydi. 20 yosh bilan 40 yoshgacha bo'lgan ayollarni 25 bilan 55 yoshgacha bo'lgan erlar bilan birlikda xususiy uylarga solab qo'yish kerak. 20 yoshdan tuban qizlarga va 55 yoshdan yuqori bo'lgan erlarga jinsiy munosabat cheklanmaydi. Biroq bundaq bir hissiyatning samarasi bo'lgan balalar bir taraf qilinish kerak yoki tug'ilgan hamonla ochliqdan o'ladigan muayyan yerlarga tashlab etilishi lozim. Oila hayoti va sevgi kundalik turmushdan chiqarib etilishi kerak. Utopiyalar muhabbatni to'nimaydi. Buning izohati ekan. Chunki insonlar orasida ijtimoiy emas, shaxsiy munosabat bo'lganlikdan shunda qilganmish. Utopiyani vujudga chiqarish yo'lida eng yuksak tashabbusni o'ttirib qo'ygan Xitoy madaniyat inqilobining nishonlari orasida burjuaziyaning bexlanishini to'sish uchun yoshlarni qaytadan tarbiyalash xizmatlari bor edi. Muhabbat faqatla vatan, sotsializm yoki reis mavzudan bo'ladi. Muhabbat burunqi jamiyatdan qilib qolgan va tozalanish kerak bo'lgan zaharlik o't edi. Edebiyatda er-ayollar o'rtasidagi muhabbat uzun vaqt nihoyat sezgur va o'zgarmas temalardan edi. Shunlashqa muhabbat haqida kitoblar bozorda emas, kutubxonalardami chiqarib yo'qot ketgan. Mavzudan o'lgandan keyin Tolstoyning Anna Karina nomli asari bozorga solinganda, o'qirmanlar kitobxonalarning oldida uzun uchrat shakllantirgan edi. Bu xususda İngiliz texmi uch qilib mundaq deydi. Materializmga asoslanganda eng oxirida ishlab chiqarish va turmushning qaytadan ishlab chiqarilishi birdan bir hal qilg'uch omil bo'lib hisoblanadi. Ishlab chiqarish ikki xil bo'lib, bir tarafdan turmushda kerakli vositalarni, yemak, ichmak, kiyim-kechak, turalg'u lozimatliklarni ta'minlash, yana bir tarafdan insonlarning o'zlarini ishlab chiqarib nesillarni davomlashtirish. Arqadan ayollarning birdan bir nijotligi uchun tunji shart ayollarni qaytadan xizmat hayotiga qaytarishdir. Bu bo'lsa, ijtimoiy iqtisodiy gavda bo'lgan oilaning yimirilishini taqozo qiladi. Ishlab chiqarish vositalarining o'rtaq mulki o'tishi natijasida oila jamiyatning iqtisodiy birligiga aylanib bo'lguncha erib tugaydi. Xususiy uy bu shaklda jamiyatning iqtisodiy birlik sifatida oxirlashadi va ijtimoiy sanoat mohiyati tusiga kiradi. Bolalarni beqish va ta'lim tarbiyasi butunlay umumga tava bo'lib ketadi. Jamiyat bolalarga rasmiy va g'ayri-rasmiy bo'lsin, o'xshash shaklda ko'ngil bo'ladi. Marksning qarashicha, oilaning paydan-pay amaldan qilishi insonning ijtimoiylashishidir. Yani ictimai məxluq salohiyatga erishtirdi. Mavjudlikning barliq asoslari ijtimoiy, moddiy va axloqiy oiladan jamiyatga o'tadi. Fransiyadagi va dunyodagi feminist er-ayol barobarligi iqimini targ'ib qilguvchilar. Har ikkitining rahbarlaridan bo'lgan fransuz yozuvchisi Simone de Beauvoir bu xususda nihoyatda oshqun qarashlarni o'ttirib qo'ydi. Aile efsanesi, analık tabiati yok boğuca, ayollar besim asılı yaşaşını davamlaştırıldı. Medeniyet, ailenin nezeriye cihetleri emez, emeli cihetimi yok kılmakta. Ailenin avval er sırtkı çıktı, arkadan ayal ve
en ahirida balalar. Ailenin veyran buluşu bir qancha noktada gevdinindi. Turmuş kuruş işlerinin azayıp ketişi, ajrışıdığanlarının ve hizmet kıladigan ayollarning köpüyüşi, taq kişilik öylerinin avıp ketişi. Bu New York neşr kılıngan Şembelik Obzor jurnalında 1975 yılı sentabr sanındaki bir söhbet hatırasının elinip diken. Bulağı yeni medeniyetinin bazı ifadeler bilen yakın münasebeti bolgan ve davamlık meydana kilip turduğan katnaş vakaları bilen yürek kesellikleri ve rak keltirip çıkargan ölümlerdeki nispetinin köpüyüp ketişi sebebiden yaş durupla tul qedavatqanlarını qoşup qoyuşumuz gerek. 1960 yılında Kaliforniyada turmuş qoğanlarının nispeti ajrashqanlarning nispeti bilen tengleşip qalgan. Günümüzde Kaliforniyaga dünyanın en medeniyetlik merkezleri bu cihati yıkılışıp kalmakta. Ajrışıdığanlarning nispeti öyündiğanlarning nispetten her yerde davamlıq ve tez sürati köpeymekte. Amerika'da 1960 yılda 100 kişi turmuş qoğan bolsa 26'sı ajrashqan. 1975 yılda sani 48'ge yetken. Sovet İttifaqıda 1960 yılda ajrış nispeti 10%, 73 yılda bolsa 27% etrafıda bolgan. Şveysariyada keyinki 10 yıl içinde ajrışış nispeti 2 hissige. Polşada bolsa keyinki 20 yıl içinde 40 hissige çıkkan. Çexoslovakiyada 1945 ve 75 yıllar arasında 3 hisse aşkan. Fransiya o'rta maktab qiz o'quvchilar ustida elib berilgan ray sınashda mustaqil turmush kechirish va hashamatli yashash arzusi tunji qatadin, oila qurishi arzusi eng oxirgi qatadin o'rin olgan. Bu ma'lumotlar 1960 yilda Bonnada o'tkazilgan xalqaro bir yig'inda B. Jazonning leksiyasidan elindi debdi qadrli qarindoshlar. Stockholm Cemiyetshunoslik tadqiqotlar instituti tarafidan 1972 yil e'lon qilingan bir ray sinash natijasiga asoslanganda numusini setishni kasb qilib olgan ayollarning hal ahvoli normal bo'lishi birga hashamatli va kayfli turmush kechirishni orzu qilganliklaridan bu yo'lni tanlab olishgan. BDT iqtisodiy va ijtimoiy kengashining ma'lumotiga asoslanganda ayollarning faol iqtisodiy hayotga kirishi keyingi 25 yil ichida mo'lchardikidan 2 hassa ko'paygan. Kunimizda 1975 kitap yozilgan vaqt dunyoda emgak kuchining 35%ni ayollar tashkil qilmoqda. Ishlaydigan ayollarning soni Sovet ittifoqida nisbatan ko'p. 100 ishlaydigan ayoldan 82'si ishlaydi. Ayoldan 82'si ishlaydi. Onundan keyin Sharqiy Germaniya 80%, Bulgariya 74%, Vengriya 73%, Rumoniya 73% ve Polşa 13%. Bulardan keyin Finlandiya, Şvetsiya, Çexoslovakiya, Daniya ve Yaponiya keladi. Angliya, Şveysariya, Avstriya, Amerika ve Federativ Germaniya qatorliq davlatlarda bo'lsa, ayollarning ko'pinchisi ishlaydi. 49%dan 52%gacha bo'lgan aralıqda. Yuqorida qayd qilingan mamlakatlar orasida taraqqiy topmagan sotsialist mamlakatlarning oldin qatorida turishiga ideologik omil ta'sir ko'rsatgan. Bu yerda oila va ayollarning ishlashini tashabbus qiladigan ideologiya mavjud. Yalnız texniklik taraqqiyotlar bilan izohlag'ili bo'lmaydigan bununla o'xshash yana bir reallik bor bo'lib, u bo'lsin mundaq. Sovet ittifoqi va Amerikada nikohsiz tug'ilgan bolalarning nisbati eng yuqori. Ve en yuqori o'xshashdir bu ikkisining. Sovet ittifoqi bu xususda dunyo bo'yicha eng tarixi topgan davlatga yetishib qolgan. Chunki umumiy madaniyat yo'nalishi bu yerda o'ylanish va oilaga qarshi bo'lgan ideologiya bilan quvvatlantirilgan. Ailəyə qarşı bo'lgan ideologiya bilan quvvatlantirilgan. Xitoy, Koreya va Kambodjadamı ailələrinin vayron bo'lish sabablari asosan o'xshashdir. Xitoyda qancha millionlagan oila vayron bo'lmoqda. Eğer bir yerde ayollar ve balalar başka bir yerde uzun yıl ayrılıp yaşamakta. Fakat bir yıl içinde bir qatimli bir yerga jam bo'la oladi.
Bunun devlet iktisadının ihtiyaçları, halk almasının menfaati sebep kılıp körüstülmekte. Aile bolsa bu menfaatlerge hizmet kılmaydı. Bir ray sınaş neticesiga asaslanganda Amerikada öydün keçip ketken balalarning sani keyinki 5 yıl içinde 2 hasi köpeygen bulup 1976 yılga kelgende 2 milyonga yetken. Bundaq ahvalda en qiyin ahvalga qalıdığını yaşanğanlardır. Dünya aslida hem yaşlarning hem de yaşanğanlarning idi. Lekin ahlaki ve dini qoidalar mahrum bo'lgan, faqatla aqliy o'lchamlarning tonuyulgan medeniyet dünyanın tədrici yaşlarının ölçümleriga, arzu istekleri ve zoklarına mas keladigan şekilde kirgizmekte. Bir Yugoslaviyalik psikolog rahatperestlik sahnesinde en köp yer en aktif bo'lganlarga, yani yaşlar ve cismani kuvveti küçük bo'lganlarga ajratılgan deydi. Cinsiyetini en yukarı pellega chiqarishni ko'zlagan bir ideyaning barliq keyif safalarını yaşlarga ayıradigan ve yaşanğanlarını mesxiri qilishi, yaşanğanlarga hürmet qilishning qimmati yo'qligini e'lon qilish bo'lmay zodi nima? Dünyanın her tarafida din ve kültür bunun del aksini teşebbüs qiladi. Eğer insan ruhi deb bir narsa bo'lmasa, ondaqda yaşanğan bir kişi kereksiz bir narsa bo'lib qoladi. Ne dinning, ne medeniyetning pozitsiyasi qat'iy o'zgarmaydi. Bu yerde kıymet ölçümleri üstüde bes münazara, suallar mevcut. Bütkül dinler ailenin insanın büşkü, anını mı tuncu ve ornunu hiç kim basamaydıgan şahs süpütüdü körüp, mukaddesleştirişini davamlaştırdı. Yeni bir tarafta bütkül utopiyalar, ictimai talim terbiye, yesli, sanatoriya ve balalara bakış üstüde hayacanlanıp söz kılışıdı. Gül bu müesseselerinin namı qandaq bo'lishning qat'iy nazar o'xshash tarafi bor bo'lib, o bo'lsa analarning yo'qligi ve balalarning boshqalarning qo'liga tashlab qo'yilishidan iborat. Bu utopiyani tunji bo'lib izohlagan Aflatun, yani Cumhuriyet, ijtimoiy ta'lim tarbiyani atrofliq sharhlaydi. Bu ideya 19. ve 20. asırlardaki sosyalist makalelerde en yukarı pellega çıkan idi. Bu hadise tamamen mantıklıktır. Makalelerde en yukarı pellega çıkan idi. Bu hadis tamamen mantıklıktır. Çünkü eğer insan ictimai hayvan bo'ladigan bo'lsa, nispeten şundaq, ondaqda mecburi ta'lim, ictimai ta'lim terbiye, yesli, sanatoriya ve g'oyiviy cemiyet to'g'ri hal qilish yo'li bo'lgan bo'ladi. Ata-ona sevgisi, aile, san'at ve din vasitasi orqali elib beriladigan ta'lim tarbiya, shaxsiyat ve erkinlik bo'lsa, insonga munosabatlik har qandaq bir ideya tarafidan qabul qilinmaydigan keraksiz romantizm hisoblanadi. G'oyiviy jamiyatda her shaxs rolini to'liq ve mükemmel joriy qildirdi. Ana ve aile mükemmel bo'lgan bu tüzümni ve to'liq barabarlikka tayangan bu güzel menzirini fakat bir aramla qilalishi mumkin. Ana insanı tug'di ve cho'ng qildi. Yasli bo'lsa jamiyat a'zosini, utopiyaning kelajakdagi a'zosini yetishtirib chiqdi. Yasli zavuttur, ta'lim tarbiya mashinasidir. Sovet ittifoqining uzun mezgil yuqori organlarda vazifa o'tab kelgan akademik Stanislav Gustavovich Strumilin bu 1887'den 47. yılgacha 1974. yılgacha yaşap chiqqan. 60. yıllarda mundaq degan ide: ijtimoiy ta'lim tarbiya andizalariga boshqa andizalardan bakrak ahamiyat berish orqali qisqa vaqt ichida umumlashtirib bo'lishga majburmiz. Buni tez suratda vujudga chiqarishimiz kerak. 15-20 yıl içinde çoğundan küçük bütün cemiyet azaları bunundan faydalansın. Surumilin nihayet iftiharlanan halde bunun hiyali menzirini mundaq tasvirleydi. Her bir Sovet fuqarası tuğut üydün odul yesliga, bu yerden balalar bağçısıga yoki balalar yatıqıga, bu yerden yataklık mekteplerge,
arqadan mustaqil turmuşqa, ishlab chiqarishqa yoki oila maktablarga berish kerak. Bu yerlarning hech qaysisida ota-ona va oilani ko'rolmaymiz. Chunki yo'q. İnsanning tarbiyalanishi va ezizlanishining o'rniga bu yerda xuddi cho'zishtirilganidek texnologiyalik jarayonni uchratamiz. Madaniyatning oilaga qarshi bo'lgan bu ideyasi Marksning Kapital nomli asaridagi mo'l jumlada nihoyat ro'shan gavdalangan. Balalarni boshqalardan emas, ota-onasining ta'siridan uzoq, yiroq tutish to'liq zarur. Sovet ittifoqida oilaga bo'lgan bu ideya va pozitsiyalar boshdan oxiri ko'zdan ko'chirilgan bo'lib, bu mavjud oila qarashidan ezib ketmaslik ifodalangan. Prinsip jihatdan, masala inglizning yoki Sturluminning oilani qarg'ishining to'g'ri yoki emasligi bo'lmasdan, inglizning oilaga nisbatan boshqa tushunchaga ega bo'lishi yoki bo'lmasligi edi. İngiliz baş ahırı maslashgan bir medeniyetning asoslarini yakunlab chiqqan. Medeniyet shaxsiyat sifatida insonni yo'q qilmay turib, vujudga chiqmaydi. Chunki erkin inson medeniyetning mexanizmisiga, qurilmasiga, ommaga, umumiy manfaatlarga, davlat adolatiga, tuzum va intizomga mos kelmaydi. İnsan bilan mazkur programmalangan vahşilik arasında daim yoshurun yoki ochiq oshkora holda to'qinish bo'ladi. Nikah, oila, tarbiya, ota-ona va yashanganlarga munosabatga qarashimiz insonga qanday muomala qilganligimizga, insonga munosabatlik falsafamizga bog'liq. Nikah bir qutubda kelishim, ya'ni shivisiya bo'lsa, yana bir qutubda diniy murosim Katoliklarda bo'lib hisoblanadi. Bulardan qaysi to'g'ri degan savolni bas munozara qilishdan bakrak nikohni aqliyatchi falsafaning kelishim sifatida, xristian falsafaning bo'lsa diniy murosim sifatida ko'rilganligini qabul qilsak, ish texmo osonlashadi. Ya'ni Yani İngiliz aileni paydinpay yo'qab ketganligini ilgari surish bilan xatolashgan edi. Sovet jamiyatshunoslari burunqi yaxshi oilani rasmiy falsafa nuqtasidan qaytadan jonlantirishni tashabbus qildi. Doktor Urlansga o'xshash. Navada inson haqiqatan mukammal hayvon bo'lgan bo'lsa, undaqda Struminning resepti to'g'ri hal qilish yo'li bo'lgan bo'ladi. Gül medeniyetlik memleketlerde tug'ut nisbetinde turg'unluq yoki chekinish ko'rilmoqda. Sababi qisman analarning ahvoli, qisman rahat farog'at va qiyinchiliksiz turmush kechirish orzusidir. Bu diniy va kültür qimmat o'lchamlarining ojizlashining ro'shan ifodasidir. Professor Pierre Soni aqtalliklarni yo'qab ketish xavfiga duch kelayotganligini ilgari surdi. Uningcha Nemis milleti tug'ut nisbetining ozish sababidan kelar asarda yo'qab ketishi mumkin ekan. Nüfus istatistikalariga asoslanganda Fransiya nüfusi 21-asrning o'ttirlarida hozirgi 52 milliondan 17 millionga tushib qoladi ekan. Bu taxminlar mubolag'ada ko'rinsimi, statistikalar yuqoriga o'xshash hukmlarni chiqarishimizga turtki bo'ladi. Ko'plagan Yevropa davlatlarida bir necha yildan beri nüfus ko'payish sur'atida aziyish ko'rilganligi o'ttirg'i chiqmoqda. Federativ Germaniyada nüfus ko'payishida 1976-yilda 1975-yilga solishtirganda 0.33%. 1975-yilda bo'lsa 1974-yilga solishtirganda 0.56% chekinish ko'rilgan. G'arbiy Berlinda 1.7% bo'lgan. Bu ma'lumotlar Wiesbadendagi Federativ Istatistika instituti tarafidan e'lon qilingan deb qadrli qarindoshlar.
Şvetsiya parlamenti ruhiy kasallarning sonining tez sur'atda ko'payish masalasini kun tartibga elib kelishga majbur bo'lib qolgan edi. Bu yerda shuni ta'kidlash zarurki, Şvetsiya balalarda ölüş nispeti eng tuban, o'rtacha umr ko'rish nispeti eng uzun, ta'lim tarbiya haqsiz, 150 yildan beri tinchlik hukm surib kelgan, nüfus jimjitligi masalasi bo'lmagan, dunyoda eng ish unumi eng yuqori bo'lgan va milliy kirimi eng yuqori bo'lgan davlatdir. Şvetsiya parlamenti tarafidan bu hodisaning sabablarini tekshirishga tayinlangan mashhur psixolog doktor Hans Lohmann monolarni deyish bilan ko'payiladi. Şvetsiyada turmush qurgan ayollarning ko'pincha ishlaydi. Bu ahvol oilaga o'xshash hayotiy ahamiyatga ega bir qurilmaga zo'r darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Şvetsiyada farzandlari 3 yoshgacha bo'lgan onalarning 50% farzandlar 17 yoshga bo'lganlarning 70% ishlaydi. Lohmann dokladida farzandlarimiz uchun favqulodda so'g'uq balığı düşman bir cemiyet barpo qilishda muvaffaqiyat qozonibdik deydi. Shvetsiyada 1976-yili asosan degudek her ikki baladan birisi yolg'iz baladır. Bununla o'xshash ahvol Chexoslovakiyada bor. Bu mamlakatlarda er-xotinlar 3 ve bunundan ko'p balaliq oilalarni ehtiyojdan ortiq hashamatchilik, bema'ni, mantiqsiz ko'rdi. Nüfusshunoslar bu ahvolga asosan Shvetsiyaning 1990-yildan itibaren nüfusining odatdagi ishlab chiqarishni qilolmaydigan holga tushishga boshlaydiganligini ilgari surmoqda debdi qarindoshlar. Madaniyat ayollarni havas yoki foydalanish obyekti qilib qo'yish orqali ayollarning taqdiriga va hurmatga loyiq birdan-bir narsasi bo'lgan shaxsiyatini tortib oldi. Bu ahvolga kundungiga texmi ko'p shohid bo'lyapmiz. Her türlü xonimlarni tanlashda, model yoki resim modeliga o'xshash ayollarga xos kasblarda bu ahvol nihoyat ro'shan gavdalanmoqda. Bu noktada ayollar insonga xos shaxsiyatdan chiqib ketadi. Ya'ni shaxsiyati yo'q insonga aylanib qoladi. Güzel hayvandan bir az farqliq bo'ladi xolos. Medeniyet anılıkni tüven o'ringa tushirib qo'ydi. Satquchi, modellik, kadrlik, sekretarlik, tozaliqchi qatorliq kasblarni anılık vazifasini afzal ko'rdi. Medeniyet anılıkni qulluq deb e'lon qilib, ayollarni uningdan qutqizishga va'da qildi. Ayollarni oilasidan va bolalarini ayirib tashlab, kadr yoki ishchi qilganligini faxrlangan holda deydi. Yana bir qutupda bo'lsa kültür azaldan beri analıqni azizlab kelgan. Onu simovul ve sırga aylandırıp muqaddaslaştırgan. En güzel şiir, en yarkın avazla, en güzel resim ve heykeller anılağa atalgan. Medeniyet dünyasında anıla azap çekivatkan bir peytte Picasso anılık namlık nadir eserini ro'yobga chiqarib, anının kültürge nispeten hazırın mühim işkirlikini jakalagan idi. Sanatoriya ve yesliler asasen o'xshash alaylik ega bo'lib, ular o'xshash tuzumning ifodaları hesaplanadi. Sanatoriya ve yesliler bizge sun'iy tug'ut ve sun'iy o'lim nasli tutam. Rahatning mavjudligi bilan sevgi ve illiqlikning yo'qligi her ikisinin ortak alayligi bo'lib, her ikisi ailega karşı çıkışının ifadesi ve insan hayatında ayollar rolünün özgürlüşünün ifadesidir. Ata-ana bilan bo'lgan münasibetlerinin acizleşişimi ularning ortak alayligi hesaplanadi. Balalar yaslida ata-anasiz balalar, sanatoriyalarda bo'lsa egi-chaqisiz ata-analar. Her ikisi medeniyetinin alahide mahsulati ve her utopiyanın gayelerinden ibarettir. Ana bilen aile dini dünya karışığa tebe olup, xuddi balalar yaslisi ve sanatoriyanın özge dünya karışığa tebe
bolğanyga okşaş. Gaderli qarindaşlar naýaty ýaxşy bir maqal eken, bu mevzu eken, bu. Allah razı olsun. Hem de ikinci kısım, bu iki kısımlı kitap eken, gaderli qarindaşlar. İslam koş kutupluk birlik diyen mezmunda. Hem de manadynkin inşallah hakiki İslam toğruluk köpürak sözlündüken 7. bab Musa, İsa, Muhammed. Onunkin nokul din, onunkin Hazreti İsa'nı kubul kılış ve red kılış. Aşı gep bilen kaderli qarindaşlar, şu 6. 7. bab Musa, İsa, Muhammed diyen bab tügeydiken, inşallah onundaki 8. babda İslam ve din toğruluk birlikte ügündükemiz canım dostlarım. Anda olsa biz 253. betki keldik. İnşallah kiler saatlik dersimizde 20. dersimizde bu mezmundan ügünüp ütümüz kaderli qarindaşlar. Anda olsa Allah'ın özge amanet bulunla yeni bir yeni derslerimizde birlikte görüşükçe. Elhamdülillah onun kim her zaman aman bulunla kaderli qarindaşlar. Allah'ın özge amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.